Yasharish va yangilanish ayyomi bo'lmish Navro'zi olamni shod-u xurramlik, ezgu maqsadlar bilan kutib olish xalqimizga xos azaliy odat. Viloyatimiz shahar va tumanlarda o'tkazilayotgan xalq sayllari yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, ularda kelajakka ishonch tuyg'ularini mustahkamlamoqda. Xalqimiz doimo orziqib, intizor bo'lib kutadigan yangi kun va yangi fasl debochasi, sharqona yangi yilning boshlanishi bo'lmish Navro'z ayyomi o'zining ma'no mazmuni, ko'rku tarovati, teran falsafasi bilan boshqa bayramlar orasida alohida o'rin tutadi. Bu yilgi Navro'zni quvasoyliklar o'zgacha shukuh va ko'tarinkilik bilan qarshi oldilar. Bayram Quvasoy ahli uchun chinakamiga katta tantanaga, unutilmas shodiyona, xalq sayliga aylanib ketdi. Shaharda 10 dan ortiq millatlar totuvlikda istiqomat qiladilar. Markazdagi Kamolot bog'ida 30 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 4 ta kasb-hunar kolleji, 28 ta umumta'lim maktabi, 14 ta maktabgacha ta'lim muassasasi o'zining ko'rgazmalari, milliy hunarmandchiligimiz namunalari bilan ishtirok etdilar. Istirohat bog'iga kiraverishda kitob yarmarkasi tashkil etildi. Hamyurtlarimiz o'z farzandlari uchun Navro'z bayramiga kitob sovg'a qilib, so'ngra saylgoh tomon oshiqdilar. Katta doshqozonlarda sumalak solinib, elga tortiq etildi. Shifobaxsh bahor ne'matdan totmagan kishi qolmadi. Istiqlol bizga qaytargan bu boqiy bayram qadri ketmas qadriyatimiz, mehr oqibat ayyomi, umum xalq shodiyonasiga aylanganligi uchun ham yanada mukarram, muharram va mo'tabardir. Xalq saylida turli millat vakillari o'zlarining bahoriy va milliy taomlaridan tayyorlab, hamshaharlariga ilindilar. Azal-azaldan xalqimiz saxovatda, muruvvatda, mehr oqibatda butun dunyoga ibrat namunasini ko'rsatib kelgan. Ayniqsa, Farg'ona ahlining bag'ri kengligi, mehmondo'stligi, yaratuvchanlik fazilati 7 iqlimda mashhur. Bayram shodiyonalarida biz xorijlik mehmonlarni ham uchratdik. Здравствуйте, салам алейкум. Я очень рада в этом празднике пропал, и это первый раз для меня в Узбекистане, и надеюсь, скоро вернется, потому что здесь очень прекрасные люди, вкусная еда, и я как посетитель, потому что мы посетили кварц-завод, и это тоже самое прекрасное производство в Узбекистане. И нам будем поставить новое оборудование первый раз в Узбекистане. Компания BDF. Прекрасные люди и ваша гостеприимность никогда видела во всем мире. Спасибо. Bog' markazida elimizning taniqli xonandalari, yosh ijrochilarning qo'shiqlari barchani raqsga chorladi. Alyoru o'yinlar, laparu aytishuvlar avjga chiqdi. Tantanalarda bayram yarmarkasi ham tashkil etilib, shahardagi fermer xo'jaliklari, kichik korxonalar, qishloq xo'jaligi, qandolachilik mahsulotlari bilan qatnashdilar. Quvasoydagi yirik korxona va tashkilotlar faxriylari uchun bayram dasturxoni yozildi. Bolalar musiqa va san'at maktablari, umumta'lim maktablari o'quvchilari, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari tomonidan aytilgan she'r va qo'shiqlar faxriy ustozlarga ko'tarinkilik bag'ishladi. Xalq ta'limi xodimlari o'rtasida osh tanlovi o'tkazilib, mohir oshpazlar munosib rag'batlantirildilar. Shahar markazida Rishtonlik Bahromjon polvon guruhi dorbozlari tomonidan balandlikda ajoyib tomoshalar namoyish etildi. Masxarabozlarning chiqishlari quvasoyliklar kayfiyatini ko'tardi. Afsona majmuasida esa 300 nafardan ortiq Quvasoyning fidoyi va faol ayollari Navro'z shodiyonasiga taklif etildilar. Dilbar taronalar, lobar xotin-qizlarga bahoriy iliqlik ulashdi. Sog'lom xalq, sog'lom millatgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Shu kuni Quvasoy shahridagi 2-umumta'lim maktabida 500 nafar 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan muntazam sport bilan shug'ullanadigan qizlarga prezident sovg'asi, sport kiyimlari tantanali topshirildi. Bayram tadbirida gimnastikachi qizlar, yosh taekvondochilar o'z mahoratlarini ko'rsatdilar. Ko'hna va navqiron bayramimiz o'zining teran mazmun mohiyati bilan insonni bir tan va bir jon bo'lib yashashga, dini, millatidan qat'iy nazar, hamjihatlik, birdamlik, ahil inoqlikda hayot kechirish, mehr oqibat tushunchalarini asrab avaylashga undaydi. Quvasoyda bo'lib o'tgan xalq saylida ishtirok etgan har bir kishi yuragidan ana shu hislar o'tgani aniq.